Assalomu alaykum. Bu video darsligimizda biz bir fuqaroni registraturadan tortib to umumiy amaliyot shifokorigacha bo'lgan marshrutini ko'rib chiqamiz. Qabulxona hamshirasi tomonidan olib boriladi va agarda bizga murojaat qilgan bemor bizni poliklinikada ro'yxatda tursa, biz bepul yozish, agarda u bizni poliklinikada ro'yxatda turmasa, biz pulli yozish xizmatidan, imkoniyatidan foydalanib qabul qilishimiz mumkin. Hozirda biz bepul yozish imkoniyatdan foydalanib qabul jarayonini ko'rib chiqamiz. Bizga kelgan bemorni MetaID, ya'ni foto surat orqali ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin va agarda bemor bizga birinchi marta murojaat qilayotgan bo'lsa, hujjat turlari bo'yicha PNFL, pasport seriya raqami, ID, MetaID va MeterCastdan foydalanib ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin va keyingi murojaatlarida ismi familiyasidan foydalanib ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin va shuningdek bizda chet el fuqarolarini ham qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Hujjatlardan JSHR PNFLdan foydalanib ro'yxatdan o'tkazamiz. Kiritamiz va topish tugmasini bosib bemorni ma'lumotlarini ko'zdan kechiramiz. Bu yerda biz bemor qaysi poliklinikaga ro'yxatdan o'tgani va qaysi brigadaga tegishli bo'lgani va uni umumiy amaliyot shifokorini ko'rishimiz mumkin. Bemorni umumiy amaliyot hamshirasiga yo'naltiramiz. Qolaversa, bu yerda biz bemorni so'nggi qabuli kim tomonidan olib borilgani va uni sanasini ko'rishimiz ham mumkin. Shu bilan birga qabul umumiy amaliyot hamshirasiga yo'naltirildi va registraturadagi ish tugatildi.